Salom hammaga, bugun sizlar bilan albatta futbolga yetganmiz. Bugungi videomizda biz FC Mobile o'yinida o'ynab lazzat ko'ramiz. Xo'p, bo'lmasa ketdik. Biz o'z Kazimiro oldik. Ikkita nimamiz ham bor. Komanda quramiz va 4-3-3 udarjiniyani olish kerak. 4-3-3 udarjini. Bo'lmas ekan. Bizga 14 o'yin kerak ekan. Bo'lmasa Kazimiro sotib yuboramiz. Kazimironi sotamiz. Necha millionga ketadi? Svodkasini beramizmi, yo'qmi? Xo'p, bo'lmasa boshladik. Hozir bitta o'yinni ovozini pasaytirib yuboramiz. Кнопок, joystick, управление только жест, визуальный отклик. Схема поля, ударах, дополнительный в виде пасов. Nimalar bu? Avto uдар, rejim avtopilotu игроков. Ovozni shunday pasaytiraylik. Grafika standart, высок, очень высокий. Bilmasak. Mana bor. Ultra qilib qo'yamiz. Nimaga svetni turibdi? Mana bo'ldi. Endi tayyor. Bo'ldi. Ovozni pasaytirib bo'laylik. Oho. Bu nima eski? Yangi narsa qo'shildi. FC ko'tarilyapti. Ko'tarilish bor. Biz bo'lmasa o'z Kazimiro'ni sotib yuboraylik. Biz chop olib qo'yibmiz. Chap kerak bizga. Chap. 23 million Kazimiro sotib 20 millionga ko'rsam normal ketadi. Mana bularni sotib olsak ham pul keladi lekin. Oho, dunyo narsalar bor. Xo'p, bo'lmasa unisiga kiraylik. Kiramiz, obmenni bosamiz. Monetaga kiramiz. 81dan ekan bizni 80liklar. Xo'p. Bo'lmasa o'zida mana sotildi. Kazimiro ham sotildi. 19 millionga 35 million bo'ladi. Xo'p, bitta chapni olib qo'yish kerak. Chap. Nima kimlar bor? Baggio, De Bruyne, Palmer va Bergam bor, lekin pulimiz yetmas ekan. Guller, Musiala, Griezmann. Bitta ko'piga olamiz. Yo'q, yetmas. Yo'q ekan. 35 million qo'yamiz. 3 million 800 ekan eng ko'pi. Yana kimlar bor? Bizli, Nur, Ricardo Horata. Lekin tanimayman bu futbolchini. Nurni ham tanimayman, lekin gero ekan. Normal o'ynasa ham kerak. Nur. Rodriguez buni taniyman. Kol. Lekin ana shu futbolchi tez o'chgan futbolchi. Tez yondi va tez o'chdi. Mana ko'rinishi ham eng chiroyli futbolchi deyish ham mumkin edi. James Rodriguez. Chiqib kiraylik qani. Keladimi? Yo'q, sotmayapti. Griezmannni sotmayapti. Ikkita nimamiz bor. Mascherano bor. Ko'tarish mumkin. Birorta 5 olsak ham ko'tarib olardik. 5liklar yo'qmi arzon? Gyodze bor ekan, faqat biroz qimmat. Palmer 19 million tushib ketganmiga Palmer ham 32 million. Yo'q, bu sotilmaydi. Baribir nima qilsam ham sotilmaydi. Yo'q, bu demaydi bu. Umar Rafa nomsiz. Şeyler Bavariya nimasi?
yana kim bor? Del Piero bor ekan. Del Piero Juventus legendalardan. Nega qimmat ekan bizga? Qimmat qilyapti. Lautruchi. Lautpur bu ham qimmatlik qilyapti. 41 million. Isco. Real legendasi. Juda ham zo'r o'ynagan Realda. Lekin 106 ga olish biroz nitoga o'xshayapti. Xo'p, olamizmi yo'qmi? Kommentariy yozib qo'yinglar. Isco desalaringiz Iscoga plus, agar olma desalaringiz minusni yozib qo'yinglar. Xo'p, kim olamiz? Kim? Rodriguez. Oltin to'pmi? La Liga Totti ham bor, ha? Totti futbolchilari bormi? Griezmannmi? Bormi? Mana Wirtz, Bellingham, Palmer va Musiala bor ekan. Bitta Musialani ham ko'rish kerak lekin. 39 million 33 million 32 million. Ana 30 millionga bor ekan. Ikkita ko'paytirib olsa 106 ga ketadi. Palmer 106 qilib olamizmi Palmerni? 33 millionga olamiz. 33 millionga olamiz. 33 millionga olamiz. Normal. Ketadi. 33 millionga ketadi. Xo'p. Endi olinsa bo'ldi. Kiramiz. Qani olinyaptimi? Bitta qaraylik. Chiqib kiramiz yana. Xaratarlarni ko'raylik. Qani kelajakda bizga kerak bo'ladi. Qani. Van der Sar, Igor Casillas, yana Buffon, Schmeichel, Lev Yashin. Haqiqiy rossiyalik endi. Tashiy qilib bo'lmaydigan. Ko'rillar tushib ketgan futbolchilar yomon tushib ketgan. Sotib olaman desiz, mazza qilib o'ynayapsiz. Zo'r o'ynab tushib ketgan. 115 million, 150 million. Oldingi akkauntlarimda men olardim lekin shularni. Nimagadir olinmayapti shu. Post qilamiz endi. Sap deb yozamiz. Demas, chota olinmayapti. Shu birorta Hop, Griezmann. 30 million olamiz. Mo'jiza qani chiqib kiramiz. Tochka qilib turaylik. Onajoning yaxshimi? Tog'ajoning yaxshimi?